Assalomu alaykum o'zbegimning munis va go'zal onajonlari va go'zal qizlari. Barchangizga 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami muborak bo'lsin. Bo'ydoq paytim bir she'r yozgandim, o'sha she'r orqali tabriklamoqchiman. Qorlar erib kelganida navbahor, xotin-qizlar bayrami ham bo'ladi. Yurtimizga xush kelibsan gul bahor, bu bahorda barcha qizlar kuladi. Chunki ba'zan biz qizlarni qiynadik. Bilib bilmay ko'ngli bilan o'ynadik. Sevaman deb, lekin ba'zan sevmadik, keyin esa kechiring ham demadik. Men she'r yozdim shu qizlarga bag'ishlab. Bu ayyomda barchasi shod bo'lishsin. Ishoninglar, she'r yozdim men ataylab, yigitlardan qizlar ko'ngli to'lishsin. Agar she'rim yoqqan bo'lsa sizlarga, unda bu she'r bo'lmabdi bekor. Yigitlardan salom bo'lsin qizlarga, chunki siz bor, biz yigitlar bor. Bayram muborak yana bir bor.